Xo'sh, demak endi 3-masalani ko'rib chiqamiz. 3-masalada jadval berilgan. Bizda XO2 va H2 XO3 birikmalari berilgan. Ushbu birikmalarning molar massalari esa A deb berilgan XO2 oksidimizning massasi, bu yerda esa H2XO3 ning massasi esa 2A-46 berilgan. Birinchi o'rinda biz bu yerdan X elementni topib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, X element topish uchun X plus 32 oksidning massasi A ga teng. Keyingi birikmamizda esa, ya'ni X deb yozib olamiz. To'g'risidan yozib oldik X ni osonroq bo'lish uchun. Bu yerda 2 gram vodorod ikkita va 48 gram kislorod 50 teng bo'ladi bunda 2A-46 ga. Va biz buni sistema holatiga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni mana bunday tizim ko'rinishida qilib qo'yamiz. Endi esa bu yerda sal soddaroq qilib aylantiramiz, soddaroq. Bunda X plus 32 teng A deb yozib olamiz. Qarang, endi bu yerda 2A ga teng 2A bor, 46 ni bu yoqqa plusga o'tkazamiz. X plus 50 ga 46 ni qo'shsak 96 teng 2A ga teng bo'ladi. Endi bu yerda X larning qismlarini ayirib yuboramiz. X lardan X larni, sondan sonlarni va A lardan A larni. X ayrilib ketganda yo'q bo'lib ketadi. 96 dan 32 ni ayiradigan bo'lsam 64, 2A dan A ni ayiradigan bo'lsam A ga teng bo'ladi. Demak, XO2 oksidimiz molar massasi 64 ga teng bo'lgan ekan. Endi esa biz X ni topishimiz uchun 64 dan ayirishimiz kerak. Kislorod 32 ni bu yerda 32 chiqadi. Demak, 32 lik bu oltin gugurt, ya'ni S. Xo'p, endi aytilganki, javoblarda har bitta raqam bilan berilgan. Bu yerda bir raqamda aytilishi bo'yicha X ning oxirgi elektroni uchun barcha kvant sonlar yig'indisi 2,5 ga teng. Demak, X haqida ma'lumot berilgan bu. Oltin gugurt 16 ta elektroni mavjud. 2s, hop 3s 2, 3p4 ko'rinishda berilgan. Mana bu oltin gugurtning elektron konfiguratsiyasi. Oxirgi elektroni 3p4 da joylashgan. Demak, 3p4 ni yozishimiz kerak bo'ladi. Mana yachinka chizib oldik. 1, 2, 3, mana 4 ko'rinishda yozib oldik. Endi oxirgi elektron uchun kvant sonlar qiymati qanaqa bo'ladi? O'sha X haqida. Hop. Bosh kvant son n 3 ga teng. 3 ga teng. P, ya'ni bizda orbital kvant son L deymiz. P uchun 1 ga teng. Magnet kvant son L. Demak, bizda oxirgi elektron mana bu 4-elektron bo'lib turibdi. Demak, 0 bo'lsa bu -1 ga teng. -1 deymiz. Xo'sh, ana endi esa spin kvant soni esa ms pastga qarab turganligi uchun -1/2 deb olamiz. Shunda -1 bilan bu yoqda +1 qisqaradi. 3 ga qo'shsak -2,5 ni, ya'ni qo'shadigan bo'lsak +2,5 ga teng bo'ladi. Demak, bizda berilgan bir raqamdagi ma'lumotimiz to'g'ri. Ikkinchisi X stalagmit mineral tarkibida uchraydi. Demak, X imiz stalagmit mineral tarkibida bu uchramaydi. Ya'ni stalagmit bular xuddiki kalsiy karbonat, marmarning boshqadir ko'rinishlari. Xo'p, uchinchisi XO2 ning tarkibida X ning massa ulushi 1/2 ga teng. Ya'ni bu nima demoqchi? XO2 tarkibida X ning massa ulushi bu X deb esa oltin gugurt deb oldik. Shunda oltin gugurt 32 ni molar massasi 64 ga bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. Bunda hop 50% chiqadi. Bu degani 1/2 ga teng degani. Xo'sh, ana endi uchinchi ma'lumotimiz bizda hozircha to'g'ri ma'lumot sifatida bo'ldi. Uchinchi ma'lumotimiz to'g'ri. Demak, bizda 1 to'g'ri hamda 3 to'g'ri. Endi 4-ma'lumotga e'tibor beramiz. 4-ma'lumot. HXO3 ning molar massasi HNO3 ning molar massasidan 1 gram taqsim molga kichik. Demak, bizda 4-ma'lumotimiz. 3-ma'lumotimiz, 4-ma'lumotimizda H2SO3 ning molar massasi 82. HNO3 nitrat kislotaning molar massasi esa
63. Demak, bu yerda ko'rib turibsiz 82 63. Molar massalari 1 gram taqsimoldan juda ham katta nisbatda farq qilyapti. 1 gram taqsimol emas, undan kattaroq sonda farq qilyapti. Demak, bizda to'g'ri javoblar 1 va 3 degan javob to'g'ri bo'ladi. Savolimizda javoblar nechtasi to'g'ri ekanligi so'ralganligi uchun bizda ikkitasi to'g'ri deymiz. Demak, to'g'ri javob B.